Mash Texnikasının kanalini kuzatuvchilari, do'stlar sog'misizlar, omonmisizlar? Hammani kirib kelgan Ro'za Ramazon oyi bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Xudo xolosa Ro'zani birinchi kunida nerealniy aksiyalar Lider Mash Texnikasidan sizlar uchun bo'ladi, do'stlar. Sizlar uchun xudo xolosa ish taychakni qo'ydik. Videoni oxiridan ko'rib tursanglar, xudo xolosa aksiyani shartlarini tushuntirib o'tamiz. Chatib yutib olishlarni. Hozir adresini tushuntiradigan bo'lsak, 4 kil buyum bozoridan kelaverish. Bu yon tarafimiz yana Vishkani to'g'risi. Ko'p odam adresini so'raydi. Adresimiz shu Vishkani to'g'risida. Xudo xolosa Ro'za Ramazon oyi uchun sizlarga shu taychakni qo'ydik sovg'aga. Hozir ichana kirib, do'konda xudo xolosa aksiyalar bilan tanishtiramiz qisqacha. Zo'r aksiyalar bo'lib turibdi. Video davomida ko'rib borasizlar. Kelasizlar xudo xolosa. Xudo xolosa do'stlar, yana do'konning ichiga ham kirib oldik. Do'konimizda katta o'zgarishlar aytganmiz. Rekonstruksiya ishlarini olib bordik. Do'konni xudo xolosa remont etdik. Remontni chiqyapti. Kommentariyada yozib qo'yasizlar. Do'stlar, xudo xolosa Ro'za Ramazon oyining birinchi kunidan sizlarga Karabayerni qo'ydik. Gentrani xudo xolosa Lasetti'ni 1-mart kunidan boshlab o'yinimizga start berdik. Bu Gentra o'tib olish shartlarini chek, yana nov sovg'alar qo'yilgan, do'konda nov aksiyalar bo'lib turibdi deb so'rab turgan yurtdoshlarimiz uchun 31-may kuni o'sha Gentrani g'olibini aniqlaymiz. Do'stlar, bundan tashqari yanında 5 dana gaz pilta, 5 dana xolodilnik, 5 dana pilisos, 5 dana pechka bor. Buni o'tib olish shartlarini chek. Do'konimizga kelasiz, liboy bir bitoy texnika xarid qilib olasiz, sizning qo'lingizga kupon beriladi. Birsini qutining ichiga tashlab ketasiz, birsini o'zingiz bilan olib ketasiz. 31-may kuni Alloh nasib etsa, shu kuponlarni o'ynaymiz, shu nima deydi, qutini sindirib, ichidan shuda prямой efirda o'ynab g'oliblarni aniqlaymiz. Gentrani egasini ham aniqlaymiz. Ko'rib turganlaringiz Gentrani kuni ma'lum. Aniq qachon o'ynalishi 31-may kuni Alloh nasib etsa shu Gentrani g'olibini aniqlaymiz. Endi hozir aksiyalar nechta bo'lib turibdi, do'konda o'zgarishlar katta bo'libdi, aksiyalar nechta bo'lib turibdi degan yurtdoshlarimiz uchun xolodilniklarni hammasini skidga berganmiz, narxlarni chiroyli skidga tushirganmiz. Undan tashqari podarkani zo'rini qo'yganmiz. Lider Mash Texnikasiga kelib, liboy bir xolodilnikni xarid etib olasizlar. Narxlarini Beko kompaniya 8 million bo'lgan, 7 million 200 ga tushgan, Artel 7 million 300 ga tushgan, Media kompaniya 8 million 400 ga tushgan, 6 million so'mga tushgan, 5 milliondan bilan liboy bir xolodilnikni xarid etib olsanglar, birdan avtomat qo'shib beramiz do'stlar. Avtomat kir mashinasini tekina beramiz. To'g'ri eshitdinglar do'stlar. Kelasiz, kelasiz, tushuntirib o'tamiz. Bizda sami qalamni bilasizlar, narxlarni aytamiz videolarimiz davomida. Keldingiz, Poziz kanalini, xolodilnikni xarid etib oldingiz deylik. Narx 6 million 800 dan 6 million 400 ga tushgan. Bir dana xolodilnik xarid etib oldingiz. Xolodilnikning yonida bir dana 4,5 million so'mlik avtomatini qo'shib beramiz. Gentraga biletini beramiz. Dostavkasini, ustanovkasini ham qilib beramiz. Xolodilniklarimiz assortiment juda katta. Bu avtomat kir mashinasi 5 milliondan baland xolodilniklari amal etadi. Bu degani 5 milliondan baland liboy bir xolodilnik xarid etib olasiz, avtomatini qo'shib beramiz. Endi katta xolodilniklarimizdan nechta o'zgarishlar bor desangiz, katta xolodilniklar ham assortimentini ko'paytirganmiz, do'konni o'zgartirishlarni kattalarini qilganmiz. Her xil xolodilniklarimiz bor. Beston kompaniya sistemi, LG sistemini 13 million 900 ming so'm, 9 million 900 ming so'm TCL, 9 million 900, Vestel kompaniya 15 million 400, Vestel 11 million 600 ming so'm Turkiyaniki, ishlari katta xolodilniklar. Bizda do'stlar sami glavnisi bu kir mashinani narxi 4,5 million so'mdan sotilib o'tirgan kir mashinani tekina qo'shib beribmiz. Lekin har bir vajimizni narxini yozib qo'yibmiz. Bu degani boshqa magazinlar bilan solishtirib ko'ring narxini. Ish kir masalan xolodilnik 6 million 400 ming dedikmi, boshqada 6 million 400 avtomati bilan ola olmaysiz. 6 million 800 o'zini olishingiz mumkin. Bizda esa 6 million 400 ga xolodilnik olasiz, yonida avtomati, Gentraga bileti, dostavkasi, ustanovkasini ham qilib beramiz, xudo xolasa. Do'stlar, do'konimizda o'zgarishlar katta assortimentlarni dim zo'rlarni aytganmiz. Xolodilniklarimizni bu videomizning endi doğrusu ko'p odam vaqtini o'g'irlab qo'ymoqda, qisqa va lo'ndatib chiqarib turibmiz. To'g'ri tushunasizlar. Endi xudo xolasa xolodilnikni aksiyalar bilan qisqacha tanishtirdik. Xohlasanglar, menga avtomat kerakmidi? Menga televizor ber desanglar, televizor ham almashtirib olishingiz mumkin. Xohlasangiz gaz pilta ham almashtirib olishingiz mumkin. Bu ham sizlar uchun Ro'za Ramazon oyida mendan chiroyli aksiya bo'ldi deb o'ylayman. Endi esa avtomat kir mashinalarini aksiyalar bilan tanishtirib o'tamiz. Avtomat kir mashinadan ko'p odam so'radi. Aksiyani zo'rini avtomat kir mashinalari ham qo'ying dedilar. Kichkina xolodilniklarni aytib o'tdik, aytib o'tmadinglar degan gap bo'lmay qolmasin. Kichkina xolodilniklarimiz, 3 million so'mliklari bor, 2 million 900 ming so'mligi. Liboy bir kichkina xolodilnikni xarid etib olasiz, 1 million 800 ming so'mlik plisosini qo'shib beramiz tekinga. Barabandan sovg'asam sizlar uchun. Endi avtomatlarimizning assortimenti shu daraja ko'payib ketdiki, qo'ymoqqa yer topolmaymiz. Alhamdulillah, Allohning barakati. Hamma avtomatimiz to'lgan. Pastdan ham avtomat tasib tashamiz uchun. Hamma yer avtomat. Hamma avtomatning assortimenti bor. Do'stlar, aksiyani jillesini ham avtomatlar uchun ham qo'yib beramiz. Bu aksiyalarimiz 31
Martda diye amal etadi. Ro'za Ramazon oyining oxirida diye amal etadi. Xudo xolasa, qaranglar do'stlar. Lider mesh texnikasiga keldingizda 6 kilolik, 7 kilolik kir mashin xarid etib olsanglar, 6 kilolik, 7 kilolik kir mashinlarimiz ina 7 kilolikimiz 4 million so'm, 7 kilolik Birusa kir mashinamiz 4 million so'm. Yine Atlant kir mashinamiz 4 million 400 ming so'm. Liboy birsini xarid etib olsangiz 3 millionlikini olasizmi, 3,5 millionlikini olasizmi? 6 kilolik, 7 kilolik kir mashin xarid etib olgan odamlara bir dana televizorni qo'shib beramiz. 3,5 million so'mlik televizor qo'shib beramiz. Bu degani nima degani? 6 kilolik 3 million 400 ming so'mlik kir mashin xarid etib olsangiz ham yanında 3,5 million so'mlik televizorni qo'shib beramiz. Undan tashqari televizorni krashtenni qo'shib beramiz. Jentraga biletini beramiz. Dostavkasini, ustanovkasini ham qilib beramiz. Xo'p, 6-7 kiloliklarga televizor qo'shib berib tursan. Endi men kattaroq kir mashin olayotirman. 8, 9, 10 kilolik olsam nima etib berasizlar desanglar. Videosini sizlar uchun duxovkasini ham qo'shib beramiz. Bu degani nima degani? Liboy bir kelasizda 8 kilolik kir mashinani 4 million 900 ming so'mga xarid etib oldingiz. 8 kilolik kir mashinani 4 million 900 ga xarid etib oldingiz. 1 million so'mlik duxovkasi, 3,5 million so'mlik televizori, krashteni, opportirishi, avtomatini o'rnatib berishi, jentraga biletini ham qo'shib beramiz. Bu Ro'za Ramazon oyi uchun, xalqimiz uchun bo'lib turibdi bu aksiya. Bu aksiyadan unumli foydalanib qolasizlar. Qoraqalpog'iston, Xorazm bo'yicha dostavkamiz mutlaqo tekin. Endi avtomatlarning narxlarini bir qator tanishtirib o'tadigan bo'lsak, Samsung kompaniya 4 million 800 bo'lgan, 4 million 200 ga tushgan. Xayr kompaniyamizniki 5 million 800 bo'lgan, 5 million 200 ga tushgan. Vestel kompaniya Turkiyaniki 7 million 400, 6 million 400 ga tushgan. Immer kompaniya Xitoyda ishlab chiqariladi 6 million 400 ming, 5 million 400 ga tushgan. Brando kompaniyamiz 6,5 millionlik 5 million 600 ming so'mga tushgan. Beko Rossiyskiy 5 million 600lik 4 million 900 ga tushgan. Beko Rossiyskiy 4 million 900, 4 million 300 ga tushgan. Короче, kir mashinalarining assortimenti juda katta do'stlar. Bu qo'yib turgan podarkalarimiz vajlarimizning narxini ustidan mindirilmaganini isboti uchun narxlarni birma-bir aytib beribmiz sizlar uchun. Ne chunki narximizga garantiya, hamma mahsulotimizning narxlari yozilib turibdi. Bu degani narxlarimizni chiroyli qo'yibmiz. Podarka ikkinchi darajali narsa. Kir mashin xarid qilmoqqa keldingizmi? Liboy bir yer bilan narximizni solishtirib ko'ring. Liboy bir kir mashinimizning narxlari bemalol hammasida yozilib turibdi. Ina Rulus kompaniya 10 kilolik kir mashin 10 kilolik Rulus kir mashinamiz 1400 oborot oladi. 6,5 million bo'lgan, 5,5 million so'mga tushgan. 5,5 million ichida 3,5 million so'mlik televizorni qo'shib beramiz. 1 million so'mlik duxovkasini qo'shib beramiz. Undan tashqari jentraga bileti, uyingiz olib bortirish, o'rnatib berishni ham ichida qo'shib beramiz. Zifler kir mashinani ichi katta qaymoq rang sveti 5,5 million bo'lgan, 4 million 900 ming so'mga. Dostavkasi, ustanovkasi, televizori, pechkasi bilan qo'shib beramiz. Endi aytaman desak do'stlar gap ko'p. Chunki aksiya ko'p, podarkalarimiz ko'p. Xuni 1000 bor eshitgandan bir marta kelib ko'rganimiz deydi. Do'konimiz xudo xolasa polni gunda ishlab turibmiz. Kelaverasizlar, aksiyalarni zo'rlarni sizlar uchun qo'yib beramiz. Jentraning g'olibini inshaalloh 31-may kuni g'olibini aniqlaymiz do'stlar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar deb umid qilamiz. Hammaga rahmat kattakon.